Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun sizlarga hozirgi bir narsa holatni tushuntirmoqchiman. Qaranglar, mana hamma sevib ichadigan bu stakandagi namatak. Hamma shifobaxsh deydi, hamma misol uchun foydali deydi, tabiiy deydi. Bu bizni o'zimizni korporatsiyamizni Gano choyi hisoblanadi. Gano choyini damlaganimizga 1 oy bo'ldi. Biz ko'zimizga tomizish uchun, yuzimizga maska qilish uchun damlab qo'yganmiz. Xullas, bu damlanganiga 1 oy bo'ldi, hali ham rangi o'zgargani yo'q. Ichsa ham mazasi xuddi o'shanaqa yangi damlangandaqa turibdi. Endi bu shipovnik, ya'ni namatakni dog' suvga damlaganmiz. Mana ko'ryapsizlar. Hozir ichib bo'lmaydigan holatga kelib qolibdi. Endi buni nima deyish kerak? Buni tabiiy deyishadi namatakni. Lekin Gano choy haqiqatda tabiiyligini isbotladi. Mana 1 oy bo'lyapti. Rangi ham o'zgarmagan, bu ham dog' suvga damlangan. Bu bir hafta bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi? Demak, har qanaqasiga olib qaraganda La Sunseng mana mahsulotni brendligini isbotlab qo'ygan. Mana rangi boshida qizil edi. Shuni namatakni rangi mana endi sarg'ayib ketibdi. Bu qizilligicha damlangan, qizilligicha turibdi. Ma'lumot uchun, Gano choyi uyqu kasalliklarini davolaydi, oshqozon-ichak mikroflorasini yaxshilab beradi, qabziyatda o'ta ham foydali. Mana. Xullas, farqiga o'zlaring borsalaring bo'ladi.